Assalamu alaikum aziz do'stlar. Menlarning bu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ko'pchilikning diqqatiga men yuqorida bir parcha suratni taqib qo'ydim. Bu surat albatta yangi surat emas. Bu uzundan buyon har xil joylarda har xil shaklda taqilib yurgan suratlarning biri edi. Qaytadan bu yana taqaldi torlarda. Shu munosabat bilan men bu suratni qaytadan silib, ko'pchilikka bir mush suratlik odamlar va mushning orqa ko'rinishi haqida ozroq bir tushuncha berib o'tay deb o'yladim. Bu surat 1946 yılı 9 ayının 1'i bo'lsa kerak, 8 ayının en ahırki günü 9 ayının 1'i 1946 yılı G'uljida Van Qadirning beg'i deb atalgan şu G'uljidagi asosliq Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasi harbiy parad o'tkazadigan muhim yig'ilishlar, ommaviy faoliyatlar bo'ladigan cho'ng bog'cha hamdi bu. Şu bağda ötküzülgen yani şu vaqtdaki bu Birleşme Hükümet kurulgandan keyin 1946 yılı 7 ayının 1. günü Sharq Turkiston Cumhuriyeti taraf bilan Xitoy Cumhuriyeti Gomindan yani merkezi hükümeti arasında tüzülgen bitim bo'yicha kurulgan Birleşme Hükümet işe kirishib taxminen 2 ay o'tgandan keyin bu Jiang Zemin başçılığındaki Xitoy merkezi hükümetininki bu Birleşme Hükümet'e katnaşkan vekilleri, asaslık rehberi şahıslardan bir kısım kişiler Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin merkezi bo'lgan G'uljini ziyaret qilish arzusunu bildirib Ahmetcan Qasimiga. Ahmetcan Qasimininki qo'shilishi bilan Ahmetcan Qasimining ruxsat qilishi bilan bu Jiang Zemin başçılığındaki Xitoy taraf vekilleri G'uljiga kelib, G'uljida bir haftalik ziyoratda bo'ldi. Albatta Xitoyning tarixlarida Jiang Zemin G'uljiga kelib, G'ulji xalqi nihoyat qizg'in qarshi oldi. G'ulji xalqi har tarafdan qarshi olib, Jiang Zemin ularga markazning salimini yetkazdi. Shuningdek, markazning Xinjiang xalqiga bergan erkinligi, bitim ro'yini yetkazdi. Degandek mandaq ta'tir targ'ibotlarni qildi. Albatta bu Xitoyning o'zining tushundirishi. Amaliyotda reallik undaq emas. Jiang Zemin mushu Birleşme Hükümet qurilgandan keyin G'uljiga berib, G'uljini ko'rib kelishni nihoyat orzu qilgan. G'ulji bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan markaz, Sharq Turkiston Cumhuriyetining poytaxti, bir azod bir rayon. Uning ustiga yana bu joy madaniyat, siyosiy iqtisod va boshqa jihatlardan taraqqiy qilgan bir rayon. Jiang Zemin bu meseleni G'uljini ziyorat qilish talabini 1946 yılınki taxminan 7 ayının ahırlarda o'ttirib qo'ygan. O'ttirib qo'ygandan keyin Ahmetcan Qasimi gerçi Birleşme Hükümet'te Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafdan tayinlangan muavin reis bo'lsa-mu, lekin asosiy siyosiy huquq Birleşme Hükümet'ning huquqini yurgizishda Ahmetcan Qasimining ruxsatisiz, Ahmetcan Qasimining roziligisiz bu Jiang Zemin hech qanday qadam bosolmaydi. Shu vaqtning o'zida bu masalani Jiang Zemin o'zining aslimisida e'tirof qilgan. Va shuningdek Sun Shilan va boshqa Xitoy shu vaqtdagi generallarining yozgan aslimalarida Xinjiangdagi bu 3 yil Jiang Zeminning bu aslimisi va boshqalarida Jiang Zeminning Ahmetcan Qasimisiz, Ahmetcan Qasimining roziligisiz hech qanday qadamni bosolmaydiganligini deb o'tgan. Bunu şu vaqtdagi Xitoylar narozi bo'lib Jiang Zeminga ko'p qatim bildirgan. Sen bu G'ulji tarafning bu Uyg'urlarning og'ziga qarading degan. Demak, Ahmetcan Qasimi Jiang Zeminning G'uljini ziyorat qilishini boshda qabul qilmagan. Lekin ko'p qatim talab qilib, eng oxirida Jiang Zemin bu masalani Urumchidagi Sovet ittifoqining bosh konsuli shu vaqtdagi ikki tarafni yarashtiruvchi ikki taraf orasida suhbat vekillik qiluvchi, suhbat uyushtiruvchi muvaffaq bosh konsul, ya'ni shu vaqtdagi muvaffaq konsul, ya'ni asosliq, ya'ni suhbatni tashkillovchi arq ko'rinishdagi Stalinning vakili Yevseyevning oldiga qo'ygandan keyin Sovet taraf o'ylashib, oxiri Sovet taraf rozilik bildirgan. Rozilik bildirgandan keyin Ahmetcan Qasimi Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafmi Jiang Zeminninki G'uljini ziyorat qilishiga qo'shilgan. Demek Sharq Turkiston tarafininki qo'shilishi bilan Jiang Zemin 1946 yılı 8 ayının ahir kunlari
Şu vaqtdagi Gomindang, ya'ni Xitoy markaziy hukumatining birlashma hukumatdagi rahbariy vazifalarni atqargan vakillaridan Urumchi shahrining boshlig'i Chu Wu, anidan boshqa yana keyin yana qo'shildi. Birlashma hukumatining bu bosh kotibi Liu Mingchun, anidan keyin shu vaqtdagi Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu shu vaqtdagi Urumchida turishliq alayda vakili Liu Zerong, andan keyin Gomindang shu vaqtdagi armiyasining Urumchidagi garnizonining ma'mur qo'mondoni general Dang Bingang va undan boshqa yana bu Gomindang partiyasining bir qism rahbariy a'zolari va andan keyin yana shu Xinjiang gazetining bosh muharriri Xitoycha qatorliq bir qism harbiy, siyosiy, ma'muriy shaxslardan tashkillangan bir o'makni boshlab G'uljiga keldi aeroplan bilan. Albatta buningga shu vaqtdagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafdan birlashma hukumatga qo'shilgan Urumchida vazifa o'tayotgan Rahimjon Sabirojov keyin bordi. Uning oldida shu vaqtda Mas'ud apandi uningdan bir hafta ilgari u ruxsat bilan Ahmetjon Qosimiyning G'ulji tarafining ruxsati bilan o'zining ona yurti bo'lgan G'uljini taxminan 20 yillar o'tgandan keyin G'uljini ziyorat qilishga u odammo demak imkoniyatga ega bo'ldi. G'uljiga kelib u kishimiz ziyoratda bo'ldi. Mana shundaq Ahmetjon Qosimiy oldin ola G'uljiga berib turibdi. Jiang Jijong qatorliqlar aeroplanda kelgandan keyin rasmiy bu aerodromda, G'ulji aerodromida Ahmetjon Qosimiy Sharq Turkiston armiyasininki 30 necha kishilik alayda hurmat qarovul guruhini boshlab chiqib, xuddi bir chet elninki davlat boshliqlari kelganda uni qarshi olgan qiyofatda rasmiy shaklda hurmat qarovuli bilan qarshi oldi. Chunki har qanday bir davlatning boshliqlari bir davlatni ziyorat qilganda uni ayndaq hurmat qaravullarining oldidan o'tib, anadan keyin davlat boshlig'i bilan ko'rishib, bir murosimlarni o'tkazdi. Ana shundaq murosim bilan buni qarshi oldi. Buning suratlari bor. Jiang Jijong bilan Ahmetjon Qosimiyning aeroplanning oldida qo'l elishib ko'rishayotgan, endi o hurmat qarovul ofitseri chas berayotgan ayında ko'rinish bor. Bu vaqtda sizlar Ziyo Samadining Ahmet Apandi nomli biografiyalik romanni o'qisanglarmi, bu vaqtni ayt yaxshi tasvirlagan. Demakki, Jiang Jijong boshliq bu vakillar kelgandan keyin ular G'uljida har xil ziyoratda bo'ldi. Ahmetjon Qosimiyning uyini ziyorat qildi. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining ma'mur raisi, shu vaqtdagi Sharq Turkiston ili vali bosh kengashmasi deb ataldi, vali mahkamasi boshlig'i bu Hakimbek Xo'janing uyini ziyorat qildi. Hakimbek Xo'ja ayrim ziyofat verdi. Shuningdek Sovet ittifoqining G'ulji turishliq konsulxonasini ziyorat qildi. Oldi bilan shu konsul bu Grigoriy Dabashin bilan ko'rishib suhbatlarda bo'ldi. Qisqasi G'uljidagi asosliq rahbariy Sharq Turkiston Cumhuriyetining harbiy siyosiy rahbariy shaxslari, asosiy shaxslarning uylarida ziyoratda bo'lib, ularga bir salom berdi. Amerikan bularni boshlab shu vaqtdagi Sovet Xitoy chegarasi bo'lgan Qo'rg'asga ilib berib, Qo'rg'asni ko'rsatdi. U zaten Jangning plani Qo'rg'asni ko'rish edi. Andan keyin bu Ko'ra va Bayanday qatorliq joylarni ko'rdi. Bu talka davollarini shu har xil manzillik joylarni ko'rdi, bu ziyorat qildi. Eng oxirida Jiang Jijong menish oldida o'zi Xitoy markaziy hukumatidan kelgan pulni xajlab shu Wang Qadir beg'ida 1500 kishilik cho'ng ziyofat berdi. Ziyofat verib, ziyofat orqali xalqning ko'nglini utish, Sharq Turkiston xalqining yumishtish ko'nglini shunday bir taktika amaliyot so'zlab Xitoy markaziy hukumatining siyosatlarini so'zlab qildi. Lekin bu maydonda Ahmetjon Qosimiy bu bitimning oson qo'l kelmaganligi faqat Xitoy tarafini ana shunday urush janglar orqali oxir ularga besim qilish bilan Xitoyning bitimga kelganligidan iborat mushu reallikni, xalqning orzu, armonlari, talablarini qando'maganda Xitoy taraf bundan bitimga bo'ysunmaganda bitimning o'zlarining ko'rib tashlab davomli kurash qildigan irodasini ifodaladi nutqida. Albatta bu Jiang Jijong bilan Ahmetjon Qosimiyning nutqi tubdan o'xshamaydi. Onun için naq meydanda bu dağlık şu vaqtdagi millatparvar ziyolilardan Ablahat Maqsum sahnaga chiqib, u kishi Xitoy hukumatining zulmlarini ayblab, Jiang Jijongning oldida qattiq ayblab nutq so'zladi. Oq-oqidan nutq so'zlashlar bo'ldi. Bu yerda bu
Jang Jijong boshliq Xitoy vakillari bu yerga kelib G'uljida bir xuddi birlashma hukumat qurildi. Bular endi Sharq Turkistondan voz kechdi. Bu yerda Sharq Turkiston armiyasimi, hukumatimi hammasi yo'q. Bular hammasi bizning Xitoyning birligini e'tirof qildi deb mundaq o'ylagan. Xato. Qarasa bu yer butunlay bir mustaqil davlat. Bu yerda hech qanday Xitoy bayrog'i yo'q. Hamma yerda Sharq Turkiston Jumhuriyatining ay yulduzliq bayrog'i lapildab turgan. Hatto bularning taqatgan keyingi suratlaridami Ahmetjon Qosimiy, Jang Jijong qatorliqlar o'tag'an kunastiki mush talka atrofidagi bir joyda tushgan suratdami ikki bayroq, Sharq Turkiston davlat bayrog'i bilan Xitoy Junhua Mingoning bayrog'ining orasida suratga tushgan. Demak, Jang Jijong G'uljiga kelib hech kimga bayroqni elib o'tsam, ma bayroqni deyanmagan. Ya'ni shu Sharq Turkiston bayrog'i ostida suratga tushishga majbur bo'lgan. Demak, Sharq Turkiston Cumhuriyeti meyli bitim tüzülemde nim bo'lsin, Sharq Turkiston hukumati yana mavjud edi, yana o'zining qurolli kuchlari mavjud edi, yana o'zining kuch-quvvatlari mavjud edi. Shunga Xitoylar hech qanday qilib bu joyni bitim tuzgan bilan o'ziga o'zgartanmadi. Bu bayroq 49-yilning oxirisida ana shu Xitoy kommunistlar tarafidan elib tashlandiki, Stalinning buyrug'i, Stalinning o'rinlashtirishi bilan Sovet tarafining besim bilan. Ammo hech qachon elingan emas. Xitoy qo'shinlari Manas daryosining G'arbi qirg'ig'iga hech qachon o'tanmadi. Faqat 50-yilda Xitoy kommunist qo'shinlari o'tdi. Gomindan o'tamadi. Demak, bu joy oxirgacha o'zining mustaqilligini saqladi. Ili Tarbag'tay, Oltaydan iborat Ozod Sharq Turkiston Jumhuriyati rayoni. Mana shu G'uljidagi bog'dagi mana shu vaqtida tushgan bu surat. Bu suratningki xotira surati, buning bir qancha xil nusxasi bor. Ya'ni o'rindiqda o'ltirib tushgan suratlar bor, hammalarning o'r turib tushgan, hammalarning o'r turib tushgan yana bir qancha xil surati bor. Mana bu suratda oldin qaratda o'tag'anlar sol tarafdan boshlaganda o'ng tarafdan boshlaganda oldidan Milliy armiyaning ma'lum bosh qo'mondoni Zunun Teipov. Uning endi o'tag'ini Xitoyning shu vaqtdagi Urumchidagi Xinjiang garnizonining ma'lum qo'mondoni general Dang Bingang. Uning endikisi ehtimol shu vaqtdagi Xitoy Gomindan armiyasida Zakichin deydigan bir polkovnik bo'lgan qozoq. Bu Altaydagi qozoq Keray qabilasining oqsoqollarining avlodi. Zakichinga Xitoylar shu vaqtda polkovnik unvoni berib, bu G'ulji tarafga qarshi qo'yish uchun, qo'zg'atish uchun, parchalash uchun uning polkovnik unvoni berib, Jang Jijong Zakichinni olib kelgan. Zakichinni G'uljiga kelgandan keyin bu G'ani Bator, Zunun Teipov qatorliqlar ayrim ko'rishib, shu kunida "Sen eng yaxshi biz tarafga o't" deydi bir aslimida bayon qilinishicha. Biz tarafga o'tmay, yana Xitoy tarafda tursang, deydi G'ani Bator eng oxirida, "Men seni o'zim bir taraf qilaman" deb Zakichinga qattiq gaplarni qilgan bir aslimi bor, bu reallik. Uning yendiksi yana Ahmetjon Qosimiy, uning endi o'ltog'ini Mas'ud Sabri Bayqo'zi va Mas'ud Sabri Bayqo'zining endi o'tog'ini shu vaqtdagi Jang Jijong, uning endi qap o'ttirdi o'tog'ini Sovet ittifoqining G'uljidagi konsuli Grigoriy Dabashin. Bu Grigoriy Dabashin asli bu kishi kan injeneri, asli kasbi bo'yicha kan texnologiya kasbi o'qigan, keyingi vaqtda diplomatiya ishiga kirgan. Bu kishi boshda 44-yilning o'ttirlarigacha cho'chakdagi Sovet ittifoqining konsuli bo'lib turgan. Ammo G'uljidagi inqilob boshlanishining oldida Grigoriy bu Dabashinni Moskva G'uljiga yetkazib kelib, G'uljidagi konsulxonaning konsulligiga belgiladi. Demak, shu G'uljidagi Sharq Turkiston inqilobining portlashining oldi keyindik Cumhuriyatning qurilishi, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan butun aloqalar, munosabatlarning hammasida to'g'a odam mana shu Grigoriy shu Dabashin hamda hamma ishni o'ng uyoq buyoq qildigan odamlarning birisi mana Dabashin. Shunga bu dal o'ttirdi turdi, o'ltag'an. Dabashin nayt yo'g'on igiz, nayt qo'pol, tatu bir o'risi bo'lgan. Mijazimi chos. Bu doim bu Ahmetjon Qosimiy, Elxon To'ri va boshqalar orasida buning orasida so'z talashish, to'qinish kelib chiqqan. O ularga nisbatan qo'pol muomala qildi, o Uyg'urlar uning so'zini rad qildi. Ko'p ixtiloflar chiqqan. Bu vaqtda Abdurrauf Mahsum Ibrohimning davlat bosh kotibi, uning mas'ullari bor. Uning endi o'ltog'ini G'ani Bator, sol tarafida o'ltog'ini bu Dabashinning G'ani Bator shu vaqtdagi Sharq Turkiston xalq qahramoni uning ismi. Odat xalq qahramoni deydi. Uning oldida Sharqiy Turkiston degan ism bor. Sharqiy Turkiston xalq qahramoni. To'liq atalishi xalq qahramoni deganning. Va eng oliy nom. Sharq Turkiston xalq qahramoni degan nom G'ani Bator, Akbar Bator, keyin Dalilxon Bator,
Болып bir 3-4 adamga berilgan, anodan boshqa adamga Sharq Turkiston xalq qahramoni degan nom berilmagan. Shu vaqtdagi birdan-bir hamda G'uljidagi Sharq Turkiston xalq qahramoni G'ani Batur. Uning endi o'ltog'ini bu kim desangiz, Rahimjon Sabraji, Sharq Turkiston Cumhuriyetining ichki ishlar ministri bo'lgan. Birlashma hukumat qurilganda Urumchiga kelib birlashma hukumat a'zosi va birlashma hukumatda shu vaqtdagi ichki ishlar, xalq ishlar nazoratininki muavin nazirlik vazifasini atqurgan. Uning endi o'tog'ini shu vaqtdagi Lyubin uchun birlashma hukumatning bosh kotibi. Endi qolgan ikki G'uljining oqsoqollaridan hamda orqiratda o'r tug'anlar ichida sol tarafdan harbiylar ichida bu polkovnik Mehmet Emin Iminovmi turdi. Uning endi yana va boshqa polkovniklar, shuningdek oxirisida yana bu Xitoylardan bu Chuvo va undan boshqa Liu Zerungning so'rti badaq qildi. Va undan boshqa yerda bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti Moliya nazorati Anvar Musaboyev sol tarafda turgan. Shunga o'xshash Sharq Turkiston Cumhuriyetining asosi bir qism harbiy siyosiy rahbariy kadrlar, rahbariy shaxslar hammasi mana bu suratda bor. Tushgan surat. Mana shu suratlardan ham ko'rib olasizlar. Garchi shu vaqtdagi bitim bo'yicha Xitoy taraf Sharq Turkiston armiyasining bayrog'ini o'zgartirish, hatto Sharq Turkistonning harbiy formularini Xitoy armiyasining o'xshash kiyishni talab qilib turib olgan. Ammo Ahmedjon Qosim general Isoqbeklar suhbatda buni rad qilib tashlagan. Sharq Turkiston armiyasi yani o'z formasi bilan, o'z bayrog'i bilan, o'z kiyimi bilan turdi. Hech qachon Xitoyninkini o'zgarmaydi bular. O'zgartirilmaydi degan bu modda shu tuzilgan shular orasidagi kelishimdi bor. Shun keyingi vaqtlar talab qilib, unda qo'g'amda Sharq Turkiston armiyasiningki bu harbiy yaqsidagi bu beshidagi kakar, yaqsidagi bu pagollarga qo'sh gomindangninkini qo'shayli degandikin bir mezgil mandaq bir shakl uchun qilib qo'yib qilmagan. Mana bu ko'rinishdan qaraganda bu yerdagi Sharq Turkiston armiyasining polkovniklari G'ani Baturuldan tatib boshqa hech kim Xitoy armiyasining hech qanday kakarni taqamagan, hech qanday pagonni qo'sh taqamagan bu yerda Jangjujong bilan ana shunda holat surat tushgan. Eng oxirida ko'zoynaklik tug'an bir kishi Rus, u Sharq Turkiston armiyasi qo'mondonlik shtabining boshlig'i general-mayor Majarov o orqaroq ratda bir bulungda turibdi. Umuman bu suratda shu G'uljidagi asosliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining hammasi bo'lmasam asosliq vakillik shaxslarining hammasi bu yerda. Buning ichida qaraganda Abdukarim Abbasov yo'q, Sayfiddin Aziz yo'q. Sayfiddin Aziz bilan Abdukarim Abbasovlar o vaqtida Urumchida davomli ular xizmat bilan qolgan, G'uljiga kelmagan ular. Ularni bu qatimqi G'uljiga kelish xizmatiga qatnashmagan. Ular Urumchida faoliyatini davomlashtirib olgan. Shuning uchun ular yo'q. Buning ichida hatto general Isoqbekmi yo'q. O'mi shu vaqtning o'zida Urumchiga bir vazifa bilan Urumchiga ketgan vaqt edi. Xitoy taraf bilan bu harbiy masalalarni suhbatlashish uchun. Umuman mana shu ko'rinish shu. Mana shu ko'rinishdan keyin Jangjujong vakillarining hammani boshlab Urumchiga qaytdi. Urumchiga qaytgandan keyin qaytadan Ahmedjon Qosimiy bilan bularning orasida rasmiy ixtilof boshlandi. Jangjujongning degini men G'uljini ziyorat qildim. Bu yerda hech qanday Xitoyninki alomati yo'q. Bu ayrim bir davlatdek bir rayon. Bu yerda hech qanday Xitoy davlatining bayrog'i yo'q degan. Xitoylar shu vaqtda Xitoyning bayrog'ini G'uljining hamma yeriga osqozimiz deb 500 dona bayroq yasab oldin ola mashina bilan G'uljiga mangdirib o'tgan. Ammo u bayroqlarning hammasini bulung-bulung tiqib tashlab, yo'q qilib hech kim uning bayrog'ini osmagan. Faqat shaklan Vali mahkamasi kelgan chaqda bir bayroqni yolg'ondan menda bir saqtlik bilan esib qo'ygan G'ulji taraf. Ko'rib bo'lgandan keyin u bayroqni tashlab o'tgan. Ana shundaq bir holat bo'lgan. Buni Xitoy taraf nayt qaqshigan. Bular hech qanday nimasini o'zgartmabdi, faqat biz bilan bitimni tuzibdi deb Jangjujongning boshdan oyoq shikoyati G'ulji taraf alayda bo'lib oldi. Hech nimasini o'zgartmadi. Burunqi o'xshash bular yana shu o'zining mustaqilligini davomlashtiryapti degan norozilik. Bu bitim deganni amaliyotda bular buzyapti degan. Jangjujong anoniki shu vaqtda Jangjujong G'uljiga kelgandan keyin G'uljidagi Xitoy jamiyatini ziyorat qilib 100 Xitoyni mashinaga besib, uni o'xshashlam Urumchiga akib oladi. Bu Xitoylar hammasi bizni akassanglar bu yerda biz azoblandik, bu datalam qoldik degandan keyin ularni akitadi. Ashunaq bir voqea bor. Bu Jangjujonglar bular ketgandan keyin Ahmedjon Qosimiy bir haftadan keyin ondan G'ulji Urumchiga qaytadi. Shu jarayonda G'uljida bu ko'p klublarda
xalqqa so'zlab, nutq so'zlab, shu vaqtdagi vaziyat, Xitoy bilan nima uchun bitim tuzdi? Bitim tuzishdagi maqsad nima? Bundan keyin bitimdan keyin nimalarga erishimiz? Xitoy taraf bitimni buzsa nima qilamiz? Oxirgi nishonimiz nima? Xalqaro vaziyat qanday? Qanda bisim ostida biz bitim tuzdik degandek shunday masalalar bo'yicha ziyolilar keng xalqqa ko'p qatim har xil klublarda, O'zbek klubida, Uqaqiy klubida nutqlarni so'zlab, armiya ichini ziyorat qilib, armiyaga nutq so'zlab, bir haftadan keyin andin Urumchiga qaytib o'zining xizmatini davomlashtirdi. Shuningdan keyin Urumchida bu Ahmetjon Qosimiy boshliq Sharq Turkiston tarafining vakillari bilan Xitoy Jangjijung Xitoy vakillari orasida birlashma hukumatdagi bu to'qinish, ziddiyat, bir-birini rad qilish nihoyat o'tkirlashidi. Saylam bo'ldi. Saylam butun Sharq Turkiston miqyosida saylam orqali Sharq Turkistonning butun huquqini Uyg'urlar o'ziga qo'lga olish plani bo'lgan. Onunğa Xitoy taraf va boshqa kuchlar bilan birlashib buzg'unchilik qiladi. Shuning bilan eng oxirida 7-8 oy o'tgandan keyin bu birlashma hukumat degan bu buzilib, Ahmetjon Qosimiy Urumchini tashlab o'zining vakillari bilan Qashqa tarafdan bu o'lkalik birlashma hukumatning kengashiga saylangan 20-30 ga yaqin odamni Turpanyo elib G'o'ljiga akitib oladi. Shuning bilan ikki taraf qaytadan Manas daryosida qo'shinlar bir-biri bilan jang qildigan vaziyat shakllandi. Shu vaqtdagi xalqaro vaziyat shundaqdek Xitoy bilan. Anakin Xitoyning ichki qismidagi vaziyat bo'linganti Sovet ittifoqining qaytadan Sharq Turkistonni qurollantirib Xitoy tarafga rasmiy jang qildigan vaziyat shakllandi. Xitoy taraf Osmon Boturga qurol berib, Osmon Boturni bu Oltay tarafdan isyon ko'tarishga yordam qiladi. Shuning bilan qozoqlar ikkiga bo'linib ketadi. Dalilqon Sugurboyev bilan bu Osmon ikkiga bo'linib ketadi. Osmon bilan Sharq Turkiston armiyasi orasida urushlar portlaydi. Shuning bilan bu Xitoy taraf oqidan o'yin o'ynaydi. Bu jiq bir ziddiyatlar, to'qinishlar davomlashadi, ammo Sharq Turkiston shuning bilan 49 ning oxirida turdi. Shunday vaziyat. Mana bu Urumchidagi shu vaqtdagi G'o'ljidagi shu Jangjijung boshliq Xitoy markaziy hukumat vakillarining G'o'ljini ziyorat qilgan chog'dagi Van Qodir beg'ida tushgan bir xotira surat. Shu vaqtdagi bu qisqa muddatlik bir ko'rinish hamdi. Umumiy ahvol shu, bu suratning hikoyasi.